учредитель взял свои личные деньги. Русский человек, покажите на руками, работает такой работе. Давай, пошли давай. Начальник. Aç. Partinin новый человек. Что надо? Партийный другой человек, я думаю, за деньги он пришел, собрали, чтобы приходили деньги получить. Видите, какой сумма Assalomu alaykum hammaga. Biz mana yana Podolskka keldik. Bu akalarimizni, opalarimizni sizlar taniysizlar. Nargi video qilib chiqqandik birinchi videoda. O'sha videodan keyin 1 oylik oyliklarini berdi, dekabr oyini berdi oyligini. Мы готовы до конца будем как человечески работать. Если не так, сейчас прямо все рабочего места Да, говори. Mana hozir yana yanvar bilan fevral qolgan. Hozir bo'layotgan narsalarni bu yerda mana dvorniklarning ichida hozir savol-javob qilamiz. Opa aytib beradilar. Opa aytib bering, hozir mana oyliklaringiz to'g'risida nima deyapti? Oyliklaringizni so'raganda. Oyliklarimizni akşamüstü Azerbaycan dilində aytdım. Aytayın Azerbaycan dilində. Akşamüstü gəlsələr biz onlara aitdik. Biz işləmək istəyirik. İndi hamıya pul lazımdır ki, hamı balası, çağası bilən kvartira silmateliyi yazsa, aiddir ki, mart ayından əgər siz işi buraxıbsınızsa, onda da mart ayında deməli yanvar, fevral ayının pullarını sizə verməyəcək. Əgər buraxıbsasa. Mən besplatını nə qədər işləyib? Biz başda 17-18 adam idik. Bunların hamısı hazır. Bütün işləri buraxıb, hamısı getdilər. Getdilər başqa-başqa joylarda, hamısı işləyirlər bu dəqiqə. Başqa-başqa joylarda işləyir. Kimisi məsələn xalturaya gedədi oraya. Yəni pul lazımdır. Axşam yenə gəldilər bunlar. Bunlar gəlsə biz bunlarla gəpləşsək, pul yoxdur dedi. Krizis gedir. Yanvar ayını vapşı ümumən verməyəcək. Fevral ayını da, mart ayını işləməyibsəsə, fevral ayını da başqa-başqa adamlar gətirib işlədib. Gündəlik onların pulunu abişət eləyib ki, verəcək. Gündəlik onlara da pul yenə verməyiblər 1300-dən. Hazırki vəziyyətdə dvorlara bir gedin əhvalına baxın. Mart ayıdır. Mart ayında hamı joyda buz bağlayıb, urunlar dolub yatıb. Bütün hamı joy rasva. Bütün bu qədər kommunalni üsluğa adamlar pul toyulur. Bu pullar kiminci bilə gedir? Помощь нужна? Нет, спасибо. Нет, спасибо. Jami shu o'zbek, tojik, mana shu yerda ishlab yurgan stroykada, dvornik, mana skladlarda hamma joyda sizlar bitta narsani tushuninglar, 1 oylik pulinglarni bermayaptimi? Значит ketish kerak. Ish joyini almashtirish kerak. Kerak emas etdi, mana beradi, ana beradi. 1 oylik pul mayli qolsin. O'shalar nima deydi? O'shani bolalariga yedirsin harom pulni. Keyin ertaga bir joydan teshib ketadi. Lekin qolib 3 oy, 4 oy, 5 oy, 6 oygacha odamlar ishlayapti. Puli qo'yib ketyapti. Muhammad aka, gapingizni bo'ldim. Bizning o'zbek, tojik akalarimiz nima uchun 6-7 oylab ishlab pulini olmaydi? Men o'zim shaxsan bilaman bu narsani. Chunki desa, masalan, hozir bir joyga bordingiz, 1 oy oyligingizni ola olmadingiz. Siz aytyapsiz, ketishlaring kerak deyapsiz-ku. 1 oy ichida 1,5 ming rubl, 2 ming rubl avans beradi. Keyin aytadi, eng sodda xalq o'zimiznikida. Maniki petaniyamizga deydi 150, 1,5 ming, 2 ming beryapti. Значит, u pulni ham beradi. Bu ruskiy-ku deydi-da, lekin bilmaydi u o'risni ham. Qarashu o'zimizning odamlar o'zi urgatib, bir-birini aldashga urgatib ketgan bo'ladi. Agar akasi. Opa, siz o'zingiz qayerdansiz? Necha oydan beri shu yerda ishlaysiz? Qancha oyligingizni ola olmagansiz? 3 yildan beri shu yerga ishlab yuribman. Qachondan beri sizlar pulni ola olmayapsizlar? Men shu yanvar oyidan dekabrda ham men sura-sur qilib oldik. Muhammad aka Muhammadjonning yordami bilan dekabr oyini oldik. Yanvar oyidan buyog'i pul olganimiz yo'q. Endi ketmoqchi bo'lsak, endi yanvar oyimizga rosa qiynalib, qor kurab, rosa ishlaganmiz-da. O'sha pulimizni, sovuqlarda ishlagan pulimizni olish uchun xat beradi deb umidvor bo'lib, yana fevralga ham ishladik. Fevralga yangi kompaniya bo'lib qoldi. Yangi kompaniya ham odamlari
Shunaqa boshidan ozgina bir 5000 4000 berdi. Keyin qolganini beramiz, ishlab turinglar dedi. O'sha bilan ishlab yuramiz. 5000 4000 bergani uchun sizlar yana oylik beradi deb kutib yuribsizlar. Xuddi men hozir shu gapni aytdim. Shunaqa bo'ldi. Xuddi shunday bo'ladi. Keyin yana bu yerda men bitta narsani oldindan bilaman. Bu narsa bu 1 yildan beri chiqdi. Tenderdan sizlarning ishlaringizni deydi, boshqa kompaniya yutib oldi deydi-da. Bundan boshlab endi sizlarni hech kim aldamaydi deydi. Keyin boyagi 3 oy aldangan pullaringizga aytasiz, mayli, bular endi yangi bo'ldi-ku, pulimni beradi-ku deysizlar-da. Ishlaysizlar. Orada 2 martama, 3 marta sizlarga pul beradi 3000 4000 dan. Yana orada 3 oy o'tgandan keyin bular ham shunday joyida yo'q bo'lib qoladi. Keyin aytadi, bu deydi, bu ish deydi tenderda deydi, yutqizildi deydi. Xudo xolasa deydi, endi допустим men bugun sizlarni tenderdan ishlaringizni yutib oldim, 4000 dan beraman sizlarga. Sizlar ishonasizlar, ishlaysizlar. U pul qolib ketdi. Shunaqa. Keyin 3 oydan keyin Muhammad aka keladi, men tenderdan yutib oldim, bugundan boshlab hammasi shotga bo'ladi, ishlanglar deydi. Bu gaplarni nima uchun aytyapsiz? Qachongacha davom etadi? Patent qilmaysizlar, registratsiya qilmaysizlar deysiz. Registratsiya qilamiz, patent qilamiz. Bor qora mehnatni, cho'rni mehnatni faqat o'zbek, tojik, qirg'izlar qilyapti. Boshqa millatlarni men yomon demoqchi emasman. Aka siz qayerdansiz? Men O'zbekiston viloyati Surxondaryo O'zbekiston viloyatidan O'zbekistondan Surxondaryo viloyatidan bizlar 2 yildan beri ishlaymiz oilaviy. Bizlarning oyligimizni shu dekabr oyidan beri qiynab, dekabr oyligini yaqinda oldik, dvorniklar ishlanglar beramiz deb 1 oy shunday qilib ishlab bir bola qilib oylikni oldik. Mana endi yanvar oyligini bermaymiz deb qiynayapti bizni. Yanvar fevral bermaymiz deyapti. Ishlanglar, hozir 40 mingdan beramiz, o'z bizga 4 ta dom balojni, lekin bular 20 ta domni tozalaysizlar deb yo'q odamlar joyini qiynab ishlatyapti o'zbeklarni. Maran dezyapti ularni. Qiynab ishlatyapti ham, pulni ham bermayapti. Pulni ham bermayapti. Besplatni boshqa birovlar joyiga ishlagan pulimni noyabrgina ham bergani bular. Qiynayapti. Murojaatimiz shu, biz murojaat qilib, chaqirib mana qilib, birinchi oy anamiz dekabrimiz bir bola qoldik. Mana yanvarda endi yo'q deb bizni shunday haqoratlar qilib, barat deb so'kib, haqorat qilyapti. Bizlar nima ishlagani kelganmizlar, qora mehnatli odamimizlar. Ishlaymiz, toza qilib qo'yamiz joyimizni. 24 soat yotasizlar deb aytayapti bizga hozir. Tushundim men sizga. Dekabr pulini berdi, yanvar bilan fevralga hozir qoldi. To'g'rimi? To'g'ri. Mayli aka. Ishni taylash kerakda, hamma tashlasak. Yo'q, agar 1 oy oyliklaringizni bermayaptimi, ishni tashab ketish kerak. O'sha narsani aqlga qo'yib olinglar, o'zbeklar ham, tojiklar ham kerak emas bunaqa 6 oylab, 3 oylab ishlashi. Keyin bizda xudo xolasa hozir yaqinda posolstva bilan ham murojaat bo'ladi. Posolstva bilan ham biz borib o'sha mana shu narsalarni, temalarni ko'tarmoqchimiz, gaplashmoqchimiz. Qilichbek akamizni onasining YouTube kanalidan Muhammad akamning telefon nomerlarini olib, bizdan murojaat qilib, shu anaga yetib keldik. Yaxshiliklar uchun bizga rahmat. Mana shuncha yaxshilik qilyapti. Pul beryapti, o'zbek, tojik hamma millatga pul beryapti. Rahmat. Oilaviy hammamiz o'rniga rahmat aytamiz. O'zbekning bir gapi bor, birlikda deydi-ku. O'shaning uchun birlashib, yordam qilib, bir-birimizni podдержка bersak, hammasi yaxshi bo'ladi. Rahmat, katta rahmat. Xo'p, kuch birlikda sizlar ham bundan buyog'iga harakat qilingizlarki, bundan buyog'iga bizga yalinib o'zi ishlatadigan vaqt keldi. Bular bu mana shu sizlar mehnat qilyapsizlar, tozalayapsizlar. Bular uni qadriga yetmayapti. Bular uni issiq uyda o'tiribdi hozir bular. Aytayapsiz-ku, 3 oylik, 4 oylik oyligimni ola olmadim deyapsiz-ku. Sizlar birigingizlar ishni tashlangizlar. Oy mayli, bir oy pulingiz qolib ketsin. Hayotni o'zi o'zgartiradigan vaqt keldi. Dokumentlaringiz bo'lmasa, gransiyaga chiqib kelingizlar. Ish ko'p. Sizga hayot aytilmaganki, butun umr dvornik bo'lib o'tasan. Butun umr yo birovni podyezdini tozalaysan. O'zimizni o'zbek, tojik, qirg'iz akalarimiz sizlarga ko'p vakansiya. Даже odam yetmayapti hozir. Sizlar harakat qilingizlar. O'zlari tozalasin chiqib kerak bo'lsa. O'zini o'tirgan joyini o'zi tozalasin. Keyin bunday narsalar kamayadi. Oyligimni ola olmadim, bera olmadi. Avvalambor Xudo bu kuch birlikda. Agar sizlar birlashsalaringiz, durustbek bo'lsalaringiz, mana hozir siz o'zingiz aytyapsiz-da.
20 ta odam ketib qoldi. Oldin men bitta domga qarardim, hozir menga 4 ta dom berib qo'yyapti. Yana aytayaptiki, baran deyapti, uyda 24 soat yotasan deyapti, to'g'rimi? Xo'p, mayli, bu gaplarni ham ko'taryapsizlar, ishlayapsizlar. O'zbek xalqi o'zi oldindan qorayishni qiladi, ko'rmaydi, hech kim bilmaydi. Shuning uchun demoqchimanki, bundan buyoqqa o'zlaringizni qadrlaringiz bilingizlar. 4 ta dom berib, ertaga senga oylik beraman desa, 4 ta domni qilmangizlar. Oldin bitta dom qilgansizmi? Dakansa men bitta domni qilaman dengizlar. Xudo xohlasa nima deymiz? Bilishinglar kerak. Tushunasizmi? O'sha konstitutsiyaga o'chib turib, prava человека deb turib, o'sha narsani hammasini bilishlaring kerak. Sizlar odamsizlar. Birinchi o'rinda. Hammamiz odammiz. Не то, что bu yerda millat yo'q. Hech kim aytmaydi, urus yomon, o'zbek yomon, tojik yomon. Millat yomon emas, odam yomon. Odamni yomon. Har bitta millatda bor. O'zimizniki ham, o'zimiznikilarni ham vaqti kelganda o'sha pulini bermasdan kelib turadi. Xohlasiz birlashish kerak. Birlashib turib, hamma bir-biriga yordam bersa yaxshi bo'ladi. Siz aytyapsiz, 3 yil 4 yildan beri ishlaysiz, ha? 3 yil 4 yil oldin 2010-2011-yil bunday narsalar bo'lmaganda. Chunki desa bu narsani ham o'zimiz o'zbeklar o'rgatdi. Ana shu aldaydiganlarga ham o'zimizni o'zbeklar o'rgatdi, o'zini yaxshi ko'rsatishga. Tapusim 40 ming oylikka ishlaydigan odam bu boradda men 30 mingga ishlayman, ikkita og'aynim chaqiraman, bularni hayda. O'zbek bor joyda pastiyan shu bir-birini kavlaydi. Siz o'ylaysiz, sizni o'rningizga birov keladi, uni ham xolasi bor, uni ham ammasi bor. Aytadiki, "Davay, buni o'yling qil" deydi. Hozir bu 40 mingga ishlayotgan bo'lsa, 10 ming senga beraman deydi. 30 ming bizga bersang biz ishlayveramiz deydi. Bir Surxondaryoni, bir Qashqadaryoni cho'lidagi odamga 30 ming rubl pul katta pul. U yoqda 30 so'm ham topolmaydi. Keyin siz olib kelgan ikkita odam o'sha ishlab, pulli bo'ladi, joyli bo'ladi. Kissasiga pul kirgandan keyin sizni ham haydashga harakat qiladi u odam. Lekin uni siz chaqirgansiz haqiqatda. Shuning uchun durujbalik yo'q demoqchiman-da. Sog' salomat bo'lasizlar, o'zlaringizni asrangizlar. Muhammad aka, sizga ham rahmat.